Mana 10x bor ekan. Sizlardan aka 10x? Mana bo'ladi. Ko'rsak bo'ladimi? Yil necha aka buni? 24 ekan. 24 Primera bu. Premier Plus. Buni aka probeg qancha bo'ldi? Charchamayapsizmi? 27 ming yurgan 24-yilgi mashina. Gaz qo'ydingizmi? Ha, 4-pakkalar. Propan gaz qo'ygansiz. Kraska toza. Puli necha pul aka? 13,5 kam. 13,5. Dash karnizachi riktopkasi. Karnizda riktopka bor, qolgan joylar toza. Qo'ygan joyi. 13,5 kamini qilib berasiz xudo xolasa. Akalar har dor. Pul berdinglarmi aka? Ha, akamga beryapman. Necha pulga bermayapsiz aka? Savdosi necha pul bo'lyapti? Bo'lyapti-yu, endi talashyapmiz. Bo'ldi, nomeringizni ham ayting. 50lik. 50lik 073 073 88 88 71. Ichki bozori bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. 27 ming yurgan ekan, 2024 ekan. Propan gazda qo'yib qo'yishgan. Salonda olganmisiz aka? Ha, salonda. Nimaga sotib yuboryapsiz aka? Mashinasi. Yoqmadimi? Ayol kishi minatda men. Ha, Ham, ayol kishi mingan mashina. Balandrog'idan berasizmi? ha, trekker deyapti. Trekker deyapti. Motori bir xil deyarli. Yo'q, bu Ha. endi ayollar bilasiz, baland. Yo'q, demoqchi bo'lganim, agar salonni o'zi olib chiqqan bo'lsa, sizga bu 20 ming atrofida tushganda, 18 mingmi? O'sha qatira 18 mingga chiqqan. Hozir 13,5 ming, yana kamini qilib beraman deyapsiz. Ha, 13 tepasi bitta 13,5 bilan 13 tepasi. Aha. O'raladi. Bo'laveradi. Aka savdingizni bersin. Bo'ladi, sog'. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. 10x ta oqidan bor ekan. Shuni ko'raylikchi. Mexanikasidan. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? 3-pozitsiya 10x bor ekan mana. 2024 mi? 23-24. Assalomu alaykum. 23-24 10x 3-pozitsiya kraskasi toza, narxi 11200 ga beraman. 11200 bo'ladigani. Telefon raqamingizni ayting. 77lik 77lik 514 514 44 44 45. 45. Aloqa chiqarasizlar. Avazbek Erkinboyev. Aka mana 10x ko'rsatyapman, yana 10x yozyapsiz. Mana oqidan mexanikasidan ko'rsatyapman aka. Endi ko'rsatib qo'ying bir ichlarni. Hozir ichini ham ko'rsatamiz. 11200 ga berib beraman deyapti. Generalni berib beraman deyapti. Uzr tog'a. Balon o'zini radnoy balon ekan. Hozir salonlarni ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana. O yangi gapirgan oldim men ham. Chaqaloq deb, mashina furishlari o'xshatishadi-da, chaqaloq deb mashina. O'zi blogerlarda o'rgandim. Chaqaloq deb. Men birinchi eshitdim, mashinaga bunaqa ta'rif berishdi. Mana salonlar. Yangi tug'ilgan deb turibdi. Yangi tug'ilgan deb. Qancha dedingiz o'zi probegini? 18 ming bo'ldi. 18 ming probeglik mashina, kraskasi toza ekan. Plus 11200 ga berib beraman deyapti egalari. Nomeringizni 3-pozitsiyali fulli. 3-pozitsiya. Dinalari siydi, besprovodniy zaryadchi bor. Hop. Ko'rib turibsiz holatdan, rollarida anaqalari bor. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 77lik Aha. 514 Aha. 44 45. Aloqaga chiqarasizlar, ishqibozlar bo'lsa kerak. Xo'p, 12 so'rayotgan akalar, shu yerdamisizlar mana. Bundan oldin mexanikasini ko'rsatgandik, mana endi sizlarga Premier avtomatini ko'rsatamiz. 5-pozitsiya ekan. Oldindan ko'ringlar buni mana. Avtomatda minaman deganlarga 12 so'ragan akalar ketib qolmadinglarmi efirimizdan? Kommentariyada hozir 12 chiqaring deganlarga mana oqidan ekan. Xo'p, 2020 3-yil 52 ming yurgan. 52 ming yurgan. 5-pozitsiya. 5 orqalarda ham avvalgi yuqorida bor. 5 ta bilasan, lyuki bo'ladi. Faqat mana shu koja, chekalari koja bo'ladi, o'rtasi material bo'ladi. Sidina qiziydimi bunda ham? Sidinalar orqalari ham qiziydi. Oltida nima farqi bor? Gazi ham bor ekan, buni tayyor. Metan gaz qo'yilgan. Koja chexolida faqat. Mana bu oladi. Mana orqalari. Kraska toza. Bagajni zavodga almashgan. Bagaj almashgan. Qolgan joy tozami? So'ylar butuni. Narxini nech bo'ldingiz buni? Buni 12300 ga bera olamiz oxiri. 12300 ga beraverasiz. Tayyor gazlari bilan. Nima deyapti do'stlar? Cobalt narxida sizlarga mana 10x 5-pozitsiya o'sha Premier avtomati, nima deydi? Avtomati 5-pozitsiyasi. Nima deyapti do'stlar? Arzonmi, qimmatmi? Xolis fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yo, yaxshi narx deganlar bo'lsa kerak. Nomeringizni ayting, o'ziga bog'lanishadi. 90lik 383 07 70. Ishqibozlari bo'lsa kerak, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, agar Monza minaman desalar, mana Monzani qorasi bor ekan.
Bu adashmasam turbinaligimi aka bu? Ha, turbi. Turbinaligi, ammo sal qimmatroq yuradi. Atmosfernikga qaraganda bu qimmatroq yuradi. Xo'p. 24 dedim yilini? Probeg qancha bo'ldi aka? 60 ming. 60 ming yurgan 24-yilgi Monza. Gaz qo'ymadingizmi? Bor propan gazi bor aka. Tayyor propan gaz qo'yilgan. Mana 1 qo'l minilgan. 1.3 turbina bo'ladi bu. Gazlari mana propan paketini e'tibor berasizlar. 1 qo'l minilgan, 60 ming yurgan. Generalni beraverasiz ekan bunda. Demak, egalaridan mashina general imkoniyati bor. Yumshoq balon taqilgan, propan gaz. Tonirovkaning ruxsati bormi? Tonirovka ruxsatlari bilan mana holatlari ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Agar 10x puliga ozroq qo'shib bir yo'li Monza yuraman desanglar, mana menimcha chorsa ham kerak. Endi hammani vkusi hammani dedi har xil. Hamma mashinaning o'ziga yarasha ishqibozi bor. Aka, narxi nechi pul buni? Bularni yana 15 ming 600 ga beramiz. 15600 bo'ladigan ekan. Bozor nima deyapti o'zi aka? Necha pul beryapti aka? Savdo qilishyapti. Mana orqada ham savdo qilishyapti. 15 ming qilishda aytdilar. 15 mingga foydalanishga bermadingiz. Ozroq qo'shib so'rasa berasiz, xudo xolasa. Ularni yana 15 ming 600 ga beramiz. Xo'p, nomer ayting. 88lik 431 431 54 ishqi bozori bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nima deyapti do'stlar? Narxlari arzonmi, qimmatmi? Xolis fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Adashmasam, atmosfernik motorliklarini ham shunaqa 15 ming 15,5 ming so'rashyapti. Bunisi turbina, bilasizlar. 1000 1,5 ming qimmatroq yuradi bunisi. Xo'p, biz navbatda 10x mi? 10x qorasidan. Redline mi bu? Redline. Bundan oldin bir nechta Premier 5-paysa, 3-paysalarni ko'rsatganim mana. Navbat Redline'iga hop RS qilingan balon Radnoy. Abisopga qo'yilgan xolos. Gazi yo'q. Hech bo'ladi. Benzinda. Yili necha buni? 24. 24. Probegichi? 38 ming. 38 ming. Narxi nechi pul? 13,5 ming tushib beramiz. 13,5 kamini qilib berasiz. Avtobozor. 13 ming 200 dan. Boriga mana 13 ming 200. Podpischilar. Ha. Hop, aka buni qiziqqanlarga qaysi nomer beramiz? 91. 91lik 11 01 21. 611 01 21. 21. Ichki bozori bo'lsa kerak, aloqaga chiqarasizlar. Kraska toza ekan. 24 dedingiz. 24 yili. Redline pozitsiyasi. 38 ming yurgan. Ko'ryapsizmi? Mana. Bu Rosagan Redline o'zi. Ular hamma yo'g'i radnoy, faqat shu poli qo'yib qo'yilgan, oldiga ablisovka qilingan, qolgan hamma yo'g'i radnoy holatda turibdi ekan. Mana bu 30 nechi pulga berib beraman dedingiz? 13200 ga. 13200 dan tushib beramiz. 13200 ga yana nomiga barakasiga xudo xolasa o'tib beriladi. Do'stlar, nima deyapti? Xolis fikrlarni yozib qoldiringlar. Hozir salondan chiqayotgan Cobaltlar ham 13 mingning tepasida chiqyapti-da. Cobalt yaxshimi yoki mana shu Redline 10x ni bosib olgan yaxshimi? Fikrlarni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlar biz uchun ham qiziq albatta. Biz keyingi mashinalarni ko'rib o'tamiz.